Tak, darsimiz davomida deylik, menda mana bunaqa sportivka bor deylik. Mana. Mana shuni endi bazaga kiritishimiz kerak. Demak, ishlashimga osonroq uchun detallarni orasini bir-biridan ozgina uzoqroq qo'yaman. Чтоб menga ilib olishimga oson bo'lishi uchun. Особенно manjetlarni bo'yisi, menda cho'ntak bor. Demak, ishni qanaqa boshlayman? Ishni boshlashimdan oldin я захожу, значит, modular library. Demak, mana bunga kiraman va bu yerda endi sport kiyimlari degan stil ochaman. Buning uchun plyusni bosaman. Demak, plyusni bosdim. Kategoriya qo'shgin deyapti. Kategoriyaga yozaman. Sports wear dedim. Mana sports wear, ya'ni sport kiyimlari mana menda tayyor bo'ldi. Endi buni ustiga 2 marta bosaman. Ichiga kirdi. Yana plyusni bosaman. Add menu deyapti, add style deyapti. Qanaqa? Bu sport kiyimi nima? Deylik, bu sport kiyimi bizada Zara'niki. Zara. Zara yozing. Zara. Mana Zara sport kiyimi. Okey dedim. Mana Zara sport kiyimi hosil bo'ldi. Endi buni ustiga 2 marta chizg'onchani bosaman va menda ekran pustoy chiqyapti. Endi qiladigan ishim unga detallarni qo'shish. Buning uchun yana plyusni bosaman. Create block section tanladim. Demak, xuddi o'sha boyaga aytganimdek, menda front body chiqdi. Mayli, front body menga kerak. Okey deyman. Yana plyusni bosaman. Box section. Front body, endi menga back body kerak. Okey. Mana back bodyni qo'shdim. Yana plyusni bosdim. Tak, endi menga kerak bo'ladi sleeves, ya'ni yenglar. Okey dedim. Yana plyusni bosdim. Block section. Kiraman, menga collar. Collar menda yo'q. Demak, menda qarang. Bu yerda collar bo'lib turibdi, lekin agar menda u kapishon kerak, demak kapishonni inglizchasi hood bo'lar ekan. Hood deb yozaman mendga, pastga tagga. Okey desam, u menda mana hood deb nomini o'zgartirib berdi. Demak, agar sizda birorta detal kiritmoqchi bo'lsangiz, u detalni nomi ba'zida yo'q bo'lsa, siz o'zingiz qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Yana plyusni bosaman. Book section, demak, menda old bo'lak, ort bo'lak, yeng, yoqa bor. Что мне нужно? Значит, мне нужно color bor, reglan kerak emas. Ham menda yo'q. Front pocket, old cho'ntak bor. Okey dedim. Yana plyusni bosdim. Create block section. Tak, front pocket bor. Demak, kaf, ya'ni manjet bor. Buni ham qo'shdim. Tak, manjet bor. Endi menga kerak bo'ladi sorochka, yubka, front paint, old bo'lak shim. Okey. Yana plyusni bosdim. Create block section. Front pants. Back pants. Okey. Va menda qoldi belbog'. Create block section. Tak, menda oxirida mana bu yerda waistband pattim turibdi, ya'ni pastki waistband, mayli, u ham tursin. Plus deymanda, create block section va oxiriga waistband deymanda. Endi bu bottomni o'rniga, ya'ni bottomni o'rniga, pastni o'rniga men bu yerga up deb qo'yaman. Up, ya'ni tepaniki, belbog'. Okey. Mana menda hosil bo'ldi hammasi, hamma detallarimni bazasi bor. Endi bu yerda yana обновленияni bosaman. Menga endi kerak обновить qilish va plyusni bosaman. Mana menda chiqdi. Demak, qalam belgisini bosaman. Qalam belgisini qarang. Plyus detallarim hammasi rangli. Men create block section deb men bu plyus belgisini bosishim bilan detallarim menda qalam belgisini bosishim bilan detallarim tozalashni bo'lib qoldi. Demak, menda mana old bo'lak tanladim. Mana enterni bosaman. Okey dedim. Keyin back bodyni tanlayman, qalamni tanlayman, shiftni bosib turib, demak, orqa bo'lagini tanlayman. Mana enterni bosdim. Mana orqa bo'lagini tanladi. Demak, sleeve bosdim, qalamni bosdim, shiftni bosib turib, ikkita yengni tanlayman, enterni bosaman, okeyni bosaman.
Xuddi tanlayman. Qalam belgisini bosib, kapyushonni bunaqa belgilayman. Bir-biriga yaqin turibdi. Enterni bosdim. Okey. Keyin front pocket, mana oldi bo'lak cho'ntagi. Buniyam bunaqasiga tanlab enterni bosdim. Okey dedim mana. Kaf, manjeta. Demak, shiftni bosib turib, qalamni tanlamayman. Shiftni bosib turib, ikkalovini belgiladim. Enterni bosdim. Okey. Kaf ketdi. Demak, front pants. Oldi shim. Enter bilan, shift bilan tanlab enterni bosdim. Okey. Back pants. Demak, qalamni bosdim. Back pants tanladim. Enterni bosdim. Okeyni bosaman. Waistband bottom qalamni tanlab, mana bu shimni nima deydi, belbog'ini tanlab enterni bosdim. Okey. Waistband up, ya'ni tepa qisminiki enterni bosdim. Okey dedim. Mana hammasi menda belgilandi. Hammasi rangli bo'lishi kerak. Har xil rang bo'ladi. Po порядке, ya'ni ketma-ketligi bo'yicha bitta add plusni bosaman. Chop haqlarini tekshirgin deydi. Okey deyman. Protsessni davom ettirdimi dedi. Okey dedim. Yana bir marta tekshirdiyapti. Okey deyman. Va menda mana detallarim hammasi baza hosil bo'ldi. Endi bu yerga obновление belgisini bosaman. Endi bir ikki marta mana bu avatar kiyimni sizga tashlayman, chunki bu kiyim boshqa avatarga kiyilmadi. Men buni tekshirib ko'rdim. O'shaning uchun bu avatarni kiyimni sizga tashlayman. Demak, xuddi boyagidek, deylik, men rukavni bazasiga rukav qo'shmoqchiman. Kontrol bilan, demak, rukav ozgina kaltalashtirdim. Mana. Endi yengga kelib, mana bu plusni bosaman. Shift bilan ikkita yengni tanlab, enter tugmasini bossam, bu menga bazaga yeng birni qo'shing deyapti. Okey dedim. Yana okey dedim. Yana okey dedim. Yana okey dedim. Mana bazada ikkita yeng bo'ldi. Xuddi shunaqa cho'ntakni modellashtirish mumkin. Demak, endi shimni. Deylik, men shimni edit patternga o'tdimda, shimni pochasini tanlab, kontrol bilan uzun qildim. Mana simulationni bosdim. Deylik, menga shimni pochasi toraysin. Kontrol bilan 1, 2, 3, 4, 5 toraytirdim. Layoutini ham tanlab 1, 2, 3, 4, 5. Mana. Oldi bo'lagini ham 1, 2, 3, 4, 5. Bu tarafini ham 1, 2, 3, 4, 5. Enter tugmasini bosdim. Menda mana shimim turayapti. Protsess hozir sekinroq bo'lyapti. Demak, mana shimni toraytirib oldik. Simulationni bosaman. Shimimni pochasi ozgina toraydi. Endi yaxshilab toraytirish mumkin. Demak, front pants tanlayman. Plusni bosaman. Shift bilan shimni oldi bo'lagini tanlab enterni bosaman. Okey deyman. Okey deyman. Yana protsess deyman. Yana okey deyman. Mana shimimni oldi bo'lagi ikkita bo'ldi. Endi xuddi shunaqa orqa bo'lakka kelib, shimni orqa bo'lagini tanlab enter tugmasini bosaman. Okey deyman. Okey deyman. Protsess deyman. Okey deyman. Mana shimimni orqa bo'lagi ham ikkita. Xuddi shunaqa boshqa detallarni ham o'zgartirish mumkin. Kaltalashtirish, uzunlashtirish, и так далее. Yana misol uchun deylik, bazaga yana ham kalta qilish mumkin, shortga qo'shish mumkin va hokazo. Keyin deylik, mana shu bazani obnovить bosaman. Deylik, tepa qismi borda, biza pastki qismini qo'shmoqchimiz. Mana. Demak, pastki qismini qo'shishim kerak. Demak, shimni bunisi emas. Deylik, bunisini tanlayman. 2 marta bosaman. 2 marta bosaman. Belbog'ni tanladim, 2 marta bosdim va simulationni tanladim. Mana bazaga yangi detallar qo'shdik. E'tibor qarating, mana shimni uzunlashtirganimdan keyin u bazadan choki chiqib ketgan, to'shni ogohlantirgandagi. Demak, men shimni yonchoqlarini
boshqatdan tikib qo'yaman. Umuman shimba detallarni boshqatdan tikaman.